oshxonasi alohida, ayollarniki alohida, erkaklar 3 qavatdan iborat, ayollar 2 qavatdan iborat hisoblanadi. Bu masjidni qurgan inson Sulaymon Rojihiy degan, mana shu Saudiyada yashab o'tgan katta bir milliarder inson qurgan. Onasini nomiga qurgan. Masjidning nomi Oysha. Onasini ati Oysha bo'lgan, ana shu onasini nomiga vaqf qilib qurgan bu masjid. Bu kishi Saudiya Arabistoniga juda ham ko'plab masjidlar qurgan. Mana shu Saudiya diyorida birorta shahar yo'qki, bu inson masjid qurmagan bo'lsa. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim va fi anfusikum afala tubsirun." Subhanallohu azim. Ya'ni o'zlaringizning ichingizda ham ibrat nazari bilan qaraydigan bo'lsangiz, ibrat bo'ladigan insonlar ko'p. Har doim Alloh taolo bandalarning ichida boshqalarga namuna bo'ladigan, boshqalarga ibrat bo'ladigan bandalarini yashatib qo'yadi. Mana shu inson, ya'ni Sulaymon Rojihiy ham ana shunday ibrat olaylik insonlardan